Agar Kuala Lumpurda odatdagi sayyohlik joylaridan tashqari yangi taassurot izlayotgan bo'lsangiz va siz menga o'xshab san'at, arxitektura va sokin atmosfera sevuvchi ijodkorlardan biri bo'lsangiz, bu joy must visit ro'yxatingizda bo'lishi kerak. Nimaga desangiz, aynan Balai Seni Negara National Art Gallery'da siz odatdagi sayyohlik joylaridan tashqari yangi taassurotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bu galereya 1958-yilda tashkil etilgan bo'lib, Malayziyaning milliy san'atini rivojlantirish va saqlash maqsadida ochilgan. Jalan Temerloh hududida joylashgan bo'lib, uning arxitekturasi ham san'atning bir qismi hisoblanadi. Ichkaridagi spiral yo'lak mehmonlarga ekspozitsiyalarni turli nuqtalardan ko'rish imkonini beradi. Bu yerda malayziyalik rassomlarni zamonaviy asarlari, an'anaviy va eksperimental san'at namunalari, vaqtinchalik ko'rgazmalar, turli madaniy tadbirlar bilan tanishishingiz mumkin ekan. Eng qiziq faktni aytib o'taymi? Galereyaning doimiy kolleksiyasida minglab san'at asarlari mavjud bo'lib, u Malayziya madaniy merosini kelajak avlodlarga yetkazishga xizmat qilib kelar ekan. Bu joy menga juda ham yoqdi. Agar siz ham sayohat qilishni, koreys tili va umuman Koreya hayoti sizga qiziq bo'lsa, menga obuna bo'ling, chunki men 10 yillik tajribamdan kelib chiqqan holatda yuz parvarishidagi bilimlarimni aynan Instagram va YouTube kanalimda bo'lishib boraman va undan tashqari men boshqa qizlarga o'xshab sayohat sevar qizman. O'shaning uchun любой paytda biror bir yangi davlatdan sizga salom yo'llashim mumkin. Menga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Keyingi foydali videoda Malayziyadan ko'rishguncha, annyeong.